ham mazali, ham tez tayyor bo'ladigan ovqat pishirishni o'ylab o'tirganlar uchun bu menyu aynan sizlar uchun. Kerakli mahsulotlarimiz: bir dona do'mboq tovuq, mayonez, limon, chesnok, soya, paprika, universal, tovuqni perpravasi, koris, tuz va tuz kerak bo'ladi. Ishimizni bismillah deb boshlaymiz. Avval tovuqimizni yaxshilab yuvib, ortiqcha yerlarini tozalab olamiz. Hammasini ketma-ketlikda solib, aralashtiramiz. Tovuqimizni hammalarini shunday to'shib chiqamiz. Tayyorlab qo'ygan sosimizni hammalarini do'shiklarini kirgizib surtib olamiz. Tovuqimizni stresslarini o'ldirish uchun xolodilnikda yarim soat yolg'iz qoldiramiz. Endi duxovkamizni otashin bag'rinda toblaymiz. Oila davrasida issiq yeyish eng katta baxt. Menga buni bo'lib qo'yishni va like bosishni, pishirib ko'rganingizdan keyin kommentariyada yozishni unutmang.